Xitoy bugun cho'ng qirg'inni rasmiy boshlab, Uyg'urumning ko'zlari yoshlab qoldi. G'ururini qonlar bilan yuyib paklab, iymonliqlar jangga qadam tashlab qoldi. Mal'un Xitoy tugitalmay seni chanab, turmularga nohaq tashlab sotlab qoldi. İmanыңni, vicdanыңni yurgin axlab, sende faqat dodil qasam kamlab qoldi. Bu vahshilik, yovuzlikni dunyo anglab, manfaatlar g'olib keldi, to'xtab qoldi. Yurivergin o'z yo'lingga haqni yo'qlab, fursat bizni manzillarga boshlab qoldi. Germaniyaning Dağlıq Ludwig Maximilian Universitetining Qonun fakulteti tarafidan 15 fevral kuni o'tkazilgan va Kanada, Amerika, Norvegiya, Belgiya, Fransiya, İspaniya qatarlıq davlatlardagi universitetlarning qonun fakultetining o'quvchilarining qatnashishida o'tkazilgan xalqarалық muhokama yig'inida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi yig'inning asosliq muzokara temalarining biri bo'ldi. Germaniyaning München shahriga joylashgan Ludwig Maximilian Universiteti Qonun fakultetining alohida taklifi bilan mazkur yig'inga qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi va qurultay ayollar komitetining mudiri Zumrat Ay Erkin xonim yig'in qatnashchilariga Sharqiy Turkiston va Uyg'urlarning umumiy vaziyati, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatining boshlanish jarayoni va orqa ko'rinishi, Xitoyning Sharqiy Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarining mohiyati, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumi, Xitoyning Uyg'urlarni majburiy jinsizlashtirish, Uyg'urlarning madaniy meroslarini yo'q qilish, Uyg'urlarni majburiy tug'mas qilib naslini quritish, Uyg'ur o'smirlarini ota-onalardan majburiy ayirib etish, Uyg'ur milliy ma'rifini tamoman cheklashdak bir qator fashistik siyosatlari va Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlariga qarata xalqaro jamoatchilikning Xitoyga ko'rsatgan inkoslari, shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultayining xalqaro sahnalarda Xitoyga qarshi elib berayotgan faoliyatlari mazmun qilingan 2 soatga yaqin maxsus doklad berdi. Zumrat Ay Erkin xonim so'zida Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarining bugun xalqaroliq organlar va demokratik ellar tarafidan bir-birlab e'tirof qilinishga boshlanganligini, Amerika Tashqi ishlar ministrligining va Kanada, Angliya, Gollandiya, Belgiya, Fransiya, Chexiya, Litva parlamentlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib maxsus qaror qabul qilganligini, millionlagan begunoh Uyg'urning jazo lagerlariga qamalganligini va ularning lagerlarda jismoniy va ruhiy jihatdan ig'ir qiynashga, xo'rlashga va o'ltirishga duchor bo'layotganligining BDT irqiy qirg'inchiligining oldin olish oliy komissarligining dokladida rasmiy yer olganligini, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumi sababli Amerika boshlig'idagi bir qism demokratik ellarning va Yevropa birligining Xitoyga va Xitoyning bir qism rahbarlariga jazo va embargo tadbirlarini yo'l qo'yayotganligini, navbatda Beijingda o'tkazilayotgan qishliq olimpik yig'inining ko'plagan demokratik davlatlarning diplomatik boykot qilishiga uchraganligini alohida eskartib o'tdi. Zumrat Ay Erkin xonim doklatining oxirida Kanada, Amerika, Norvegiya, Belgiya, Fransiya qatorliq ellardan kelib bu qatimqi muhokama yig'iniga qatnashgan qonun fakulteti o'quvchilarining Uyg'urlar masalasi haqidagi turli savollarga javob berdi. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Zumrat Ay Erkin xonim o'zining bu qatimqi yig'iniga qatnashish orqali Germaniya va har qaysi ellardagi universitet o'quvchilarining Uyg'urlar masalasiga bo'libmi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va jazo lagerlari masalasiga bo'lgan qiziqishning
alayda yuqori ekanligini chunqur his qilganligini, ikkinchi dunyo urushidan keyin endi asla takrorlanmaydi deyilgan Nazi kamplarning bugungi kunda Sharqiy Turkistonda qayta o'tirg'i chiqishining universitet o'quvchilarini dahshatga tushirganligini va yig'in qatnashchilarining Xitoyning bu xil fashistik qilmishlariga qarshi tegishli inkos qaytarganligini ifoda qilganligini bildirdi. 12 fevral kuni Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi Ömer Qanat apandim Texasdagi Houston universitetida musulmon o'quvchilar uyushmalari tarafidan o'rlashtirilgan yig'inga alayda taklif bilan qatnashib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik haqida leksiya bergan hamda musulmon o'quvchilarni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun safarbar bo'lishga chaqirgan edi. Angliyadagi Index on Censorship, ya'ni senzura ko'rsatkichi nomli tashkilot dunyoning har qaysi joylardagi fikr erkinligini, erkin munozarani tashabbus qiladigan va fikr erkinligining cheklamiga uchrash ahvolini kuzatib tadqiq qiladigan organ bo'lib, ular 10 fevral kuni Xitoyning uzun qo'li Yevropadagi Uyg'urlarning jimiq turilishi nomli doklad e'lon qilib, Xitoy hukumatining chet ellardagi Uyg'urlarni qanday qilib o'z iskandisiga elishga urinayotganligiga diqqat tortdi. Keng ko'lamli bu dokladda Angliya, Germaniya, Gollandiya qatorliq Yevropaning har qaysi o'xshamagan davlatlarda yashayotgan Uyg'urlar ziyorat qilingan bo'lib, ularning har birining sarguzashtisi Uyg'urlarning Xitoydan shuncha uzoq erkin davlatlarda yashab turibmi, uning parakanchilikka uchraydiganligini tafsili yo'ritib bergan. Dokladda Uyg'urlar bilan o'tkazilgan suhbatlar oilalardan ansirash, josuslik, tahdid va qo'rqinch selish qatorliq mavzularga ayrilgan bo'lib, ularda Xitoy hukumatining chet ellardagi Uyg'urlarning so'z harakatlarini cheklashga urinayotganligi, ularni o'zlari uchun josuslik qilishga majburlayotganligi va buning bilan qolmay yana chet ellardagi Uyg'urlarning adresi, pasporti va kimligining rasmiy qatorliq xususiy uchurlarini berishga majburlayotganligi tafsili bayon qilingan. Dokladda monolar deyilgan. Xitoy hukumatining bostirishi uning chegarasidan halqib Yevropaga kengaygan. Yevropada qanchalik Uyg'urlarning yashaydiganligi aniqlash tez, ammo Dünya Uyghur Qurultayining mo'lcharicha taxminan 12,5 ming atrofida Uyg'ur bo'lishi mumkin. Xitoyning tahdid o'rinishlarining ko'pinchisi dal Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan Gollandiya va Shvetsiya qatorliq joylarda yuz bergan bo'lsa-mu, Belgiya, Germaniya va Angliyada xeyli ko'p salmoqni egallaydi. Chet ellardagi Uyg'urlarning Xitoy hukumatining davomli taqibiga uchrashi bir yangi ahvol bo'lmasa-mu, u 2017-yili Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan zulmini qattiq kuchaytirish natijasida yana keng ko'lamlashganligini diqqat qo'zg'ashga boshlagan edi. Senzura ko'rsatkichi tashkiloti doklatining Yevropada Uyg'urlarni kim qo'g'dayotdi degan qismida Yevropa diki hukumatlarning hozir bu masalaga qanday chora qo'llanayotganligi tekshirilgan bo'lib, ular oldi bilan Angliyaning chet el o'rtaqlik va taraqqiyot ministrligi degan ahvolni so'ragan. Ministrlik buningga bergan javobida biz Uyg'ur diaspora a'zolari uchrayotgan bu ahvolni bilamiz. Biz buni yaqindan kuzatishni davom qilamiz degan. Ammo bu tashkilotlar ulardan hozirgacha mushundaq voqeadan qanchasining qayd qilinganligini so'rganda, ular o'zlarining bundaq uchurlarni qayd qilmaydiganligini aytgan. Doklad yana monolar deyilgan. Qabul qilish tas bo'lsa-mu, biroq nurg'un Uyg'urlar hukumatlarning haqiqiy ma'nili qo'llashi va harakatidan umidsiz holda davomli tahdidga uchramoqda. 2021-yili erkin demokratik davlatlardagi Uyg'urlarning taxminan 66% o'zlari yashayotgan davlatlar hukumatlarini bu tahdid va parakanchilikka astoydil muomala qiladi deb qaramaydiganligini aytdi.
Mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan madaniyat qirg'inchiligi yuqori pallaga ko'tarilgan, ko'plagan mahir san'atkorlarimiz turma va jazo lagerlariga qamalgan Uyg'urlar Xitoyning an'anaviy kiyimlarini kiyib changchila o'ynashga, atalmish Junxo madaniyatini qabul qilishga majburlanayotgan bir paytda chet ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimiz 2022 yillik Navro'z bayramini mo'l, mazmunliq san'at nomerlari bilan kutib olish orqali Xitoy Uyg'urlarga yurgizayotgan madaniyat qirg'inchiligini yana bir qatim dunyo jamoatchiligiga xotirlashga hozirlanmoqda. Mundan 20 yil burun elga tonilgan dаңlıq san'atkarimizdan mərhum Kurash Ko'san va Ablimit Tursun apandilar Germaniyaning München shahrini markaz qilgan holda Yevropada Navro'z nomli san'at faoliyatini boshlatgan edi. Dünya Uyg'ur Qurultay Madaniyat Komiteti, Qurultay Yoshlar Komiteti, Qurultay Ayollar Komiteti va Germaniya Uyg'ur Ma'arif va Madaniyat birligi 3-oyning 20-kuni München shahrida Yevropada Navro'z nomli cho'ng tipdagi madaniyat san'at faoliyati o'tkazishga hozirlanmoqda. Dаңlıq san'atkarimiz Ablimit Tursun apandimning bevosita rejissyorligida o'tkaziladigan bu yillik Navro'z faoliyatida asosligi Germaniya Uyg'ur Ma'arif va Madaniyat birligi tarkibidagi Uyg'ur maktabining o'quvchilari, Germaniya va Yevropadagi bir qism yosh san'atkorlarimiz mahorat ko'rsatdi. Navro'z faoliyatida yana Xitoyning turmalarida, jazo lagerlarida tutib turilayotgan san'atkorlarimizning ahvoli tanishtirilgan va Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi gavdlantirilgan rasm ko'rgazmasi ochiladi. Xitoyning madaniyat qirg'inchiligi namoyon qilingan dramalar o'ynab chiqiladi. Mundan 20 yil burun mərhum Kurash Ko'san apandim bilan birga München shahrida Yevropada Navro'z nomli faoliyatni boshlatgan va hozirga qadar butun Navro'z faoliyatlariga san'at jihatdan yetakchilik qilib kelayotgan elga tonilgan san'atkorimiz Ablimit Tursun apandim bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilib mundaq dedi. Baharni chilg'an nur, hayotni gulligan nur, muhabbat ham inonlik nur, yurakdan kuyligan nur, muhabbat ham inonlik nur, yurakdan kuyligan nur. Baharni chilg'an nur, hayotni gulligan nur, baharni chilg'an nur, hayotni gulligan nur, muhabbat ham inonlik nur, yurakdan kuyligan nur, muhabbat ham inonlik nur, yurakdan kuyligan nur. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bundan 20 yil burun, ya'ni 2002 yil 3-oyda mərhum Kurash Ko'sanni Shvetsiyadan Germaniyaning München shahriga taklif qilib, bu yerda tunji qitim Yevropada Navro'z nomli san'at kechiligini o'tkazgandik. Mərhum Kurash Ko'san bilan o'tkazilgan san'at kechiligimiz ayni vaqtda nihoyatman qizg'in qarshi elinishib, bak yaxshi o'tgan bir faoliyat bo'lgan. Shu vaqtda mərhum bilan bir maslahatlashib, biz tunji qitim shunday bir faoliyatni, ya'ni Yevropada Navro'z nomi bilan bir faoliyatni boshlaylik. Mushu asosda balkim kelajak avlodlar, kelajakda yana davomli mushu Yevropada Navro'z ismi bilan Navro'zni elib berib, faoliyat elib berib, buningdan texmi jonlanishi mumkin degan orzu umidlar bilan 20 yil burun biz bu boshlagan. Endi biz o'ylagandek jonlanib, o'ylagandek maqsadga yetilmagan bo'lsa-mu, Allah'a şükür hazırlık bu ağırlıkta yanılışı Avrupa'da Navro'z ismi bilen bu faaliyet elinip kelinevatıdı. Endi bizning arzu ümitlerimiz vatanda bo'lsa mümkünçilik yok. Hazır meşrep degan nam, Navro'z degan nam ve başka bizning örf odat, qoida usulumuzga mos keladigan shu asos shakllangan ism nomlar asosan yo'q qilib o'tilib bordi. Bo'libmi bu meşrep ve Navro'z degan ismlar Xitoylarga nisbatan bir reaksiya beryapti. Şunlaşqa endi mayaqlat imkon bo'lgandan keyin biz yana davomli mush Yevropada Navro'z ismi bilan har qaysi davlatlarda yashayotgan qarindoshlarimiz o'zining bor imkon sharoitlari bilan mush faoliyatni uyushtirib, tashkillab, madaniy faoliyat, muzik, san'at, har xil aqliyat, so'zlash, she'r, maqolalar bilan jonlantirib, shunday bir faoliyatni elib berishni umid qilaman. Şu vaqtda biz Kurash bilan elib vaqtida mana bir nusxa qo'limda qilib qopdi. Yevropada Navro'z san'at kechiligi deb
bunun qo'ygan shuarimiz ana yurting omon bo'lsa, rang ro'ying samon bo'lmas deb bu shuarni o'tirib qo'yib, shu asosda san'atkorchiligini ep bo'lgan. Shuningdek keyin kurash ko'san orliqdan 3 yil o'tgandan keyin vafot bo'lib ketdi. Uning qoldirgan asarlari shu vaqtda bizga bergan ta'siri, shu kechada o'rilgan ilg'or shundaq mazmundagi asarlari bizga yod xotir bo'lib qoldi. Shunlashqa buningdagi qarindoshlarimizninki yana davomli mush Yevropada No'ruz san'atkorchiligini ep berishini umid qilaman. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.